It is. 69. No. 69. O'g'lim, bozorlikda Shonamga taqdir bitgan, yuragimni afkor etgan otaning. siz o'shami, Muniz? Dada, qanaqa Muniz ingliz tili o'qituvchim. Universitetga tayyorgarlik qilyapman, o'qimoqchiman. Ha, qara o'g'lim, yana abidgacha ma'lum, abiddan keyin noma'lum bo'lmasin. Men Paqi jo'ramga va'da berib qo'yganman, qizingni kelini qilaman deb. Ey shogird, hamma joyda ish tashlading-ku. Ha, o'g'lim, universitetga o'qishga kirmoqchi edingiz-ku siz? Bu deb kavoglarga yamab suvarga qo'yapsiz-ku. Ahin dada, universitetga bir-ikki bala yetmasa shu kasb o'rganyapman-da. Qara, Paqi jo'ramga va'da berganman. Mahallamizda shunday svarchik bor ekan, bilmay yurgan ekanmiz. Ustoz, buni teshigi yo'q-ku. Ha, o'g'iltoy, teshig'ini topolmayapsizmi? Endi nima kasb bilan mashg'ulsiz, bolam? Ha, endi dada, svarshiklik qo'limdan kelmasa shu vulkanizatsiyada ishlayman-da. Vulkanizatsiya bo'lsa diqqat bilan eshiting. Newmax ballonlarini tikanda haydasangiz ham chidab beradi. Bu fasl tanlamaydi. Xohlagan mashinga razmeri bor. Agar chiroyli, akkuratni haydasangiz, bir kurik indamay yurib beradi. Newmax ballonlarini teshig'i bitta. Mana. Beqo'ying buni. Bizning o'g'il seniki yoving, haqiqiy mujik. Ibi? Раз, два, три. Ustoz o'xshayaptimi? От бедра, три. Раз, Ibi? два, Yo'q, Ibi sening enang. Yo'q, bu qanaqa kasb bo'ldi? Maya qara, bu o'g'ling toza hezonku bu. Ya bunday dema, eshikda yo'q, birov eshitmasin, Hamsalar ko'rmasin, lekin bitta gapni aytib qo'yasan-ga jo'ra. Bu o'g'lingni meni qizim o'ldiradi. Bunday yurgandan ko'ra o'lib ketgani yaxshi. To'ylar muborak, xudo